Da, omuzi nima narsa ekan? Bitta shu tillalarni hisoblayman. Xo'p, qani, ko'ringchi tillalaringizni. Xo'p, xo'p, buncha tillarni men sotasiz o'zi. Birinchi sizni videongizda ko'rdim, tillar narxi oshganini. Bitta hisoblab bering. Narx ko'tarilganini sotaman demadingiz? Xo'p, bo'ldi, hisoblab beraman. Bu tillaringiz 583, 585 proba ekan. Xo'p, hammasini narxi bir xil, 583 ham, 585 ham. Sizga hammasini bitta hisoblab beraymi, ajinlarni? Bitta hisoblab bering. Xo'p, unda qarang. Grammini necha puldan olasiz? Xo'p, qarang, 583, 585 bo'lganiga ko'tarilgan narxda hisoblab beraman. 24 44 ekan. 1 grammini 1 million 50 mingdan qilib beraman sizga. Общий summa 25 million 662 ming bo'ldi. Men sizga 25 million 700 qilib beraman tekis qilib. Tekis qilib 26 million qilib bering. Instagramda shunaqa qilib berasiz-ku hammaga. 26 million bo'ldi, xo'p, sizga qilib beramiz. Xo'p, qarang, bu yerda mana 20 million bemalol sanab olsangiz bo'ladi. Sizga hozir yana 6 million berishim kerak. Xo'p, mana bu yerda 6 million, o'sha общий aytganimdek 26 million. Rahmat kattakon, rostdan ham qimmat olar ekansiz. Keyingi safar tillalarni sizga olib kelaman. Bo'ldi, bemalol keling xizmat. Agar sizlarni ham shunaqa tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenue to'g'ri tanlov.